Assalomu alaykum qadrli obunachilar, qadrli yurtdoshlar. Ikkita mikrofon taqib olmasam bo'lmaydi. Ovoz yaxshiroq borsin. Videoni o'tkazib yormaylar. Polshadan turib video qilyapmiz. Eshitinglar, o'rtoqlar. Yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sraz oldindan telefon raqam aytib o'taman. +48 lik bilan 507 793 333. Telegram, WhatsApp, Premoy ishlab turibdi. Aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, o'rtoqlar, sizlardan bitta maslahatli fikrlashuv, ya'ni maslahat. Xudo xolasa, mana Bolgariya, Ruminiyadan ko'pchilik hozir cho'chiyapti, zakon o'zgardi, bunaqa bo'lib turibdi deb cho'chishlar ko'p bo'lib turibdi. Bolgariyadan, Ruminiyadan odam kam kelib turibdi. Nima deysizlar? Bolgariyada turgan aka-ukalar, Ruminiyada yurgan aka-ukalar, Bolgariya safari, Ruminiya safari uyushtirsak, men bu yerdan kerakli advokat, bitta katta korxonani rahbari, ya'ni hamkasbim, birga ishlaymiz. Borsak, Bolgariyani Sofiya shahriga, sentriga borsaydi, o'sha yerda bitta katta majlis uyushtirib, suhbatlashib, nima savollaring bo'lsa javob berib, xudo xolasa oldimizdagi keyingi haftaga dam olish kunlariga payshanba, yo'q, четверг, пятница, суббота, воскресенье. O'sha kunlarga to'g'irlasaydi, qaysidir bir kuniga to'g'irlab, Bolgariyada uchrashsak sizlar bilan, keyin xudo xolasa Ruminiyada uchrashsak, nima deysizlar? Obdon kerakli ma'lumotlarni sizlarga o'sha yerda yetkazamiz, aytamiz, tushuntiramiz, yo'nalishlarni, nima qilasiz, borsangiz qanaqa bo'ladi, dokumentga topshirishingiz qanaqa bo'ladi, ishlashingiz qanaqa bo'ladi. Bularni hammasini bir qator aytib, joyida tushuntirib o'tamiz. Ammo lekin shuncha yo'l bosib borgandan keyin, shuncha xarajat qilgandan keyin kamida 150 ta 200 ta odam bo'lishi shart. Shunga qarab odam yig'imiga nechta odam yig'iladi kommentariyada iloji boricha maksimal darajada tarqatib bersanglar, Bolgariyada yurgan aka-ukalar, iltimos. Shunga qarab plus belgisini qoldirib ketinglar. Bolgariyada bo'lsanglar, men Bolgariyadanman, keling, bizga kerak ma'lumotlar desanglar, shunga qarab safar yo'lini uyushtiramiz. Xudo xolasa keyingi hafta payshanba, juma, shanba, yakshanba kunlariga Ruminiyada turgan aka-ukalarimiz ham tanish bilishlarga jo'natib qo'yinglarki, mana shu kommentariyada nechta odam taxminan bor, kelsak bo'ladimi, maslahatlashgani, tushuntirgani, hamma yo'nalishlarni aytgani boradigan bo'lsak, obdon sizlarga ham yengillik bo'lardi, bemalol kelib turib, men Polshada ishlasanglar bo'ladi. Bizga ishchi soni juda muhim, hozir kerak, juda ham katta proyektlarimizni yo'lga qo'yapmiz, nasib qilsa. Shunga odam tayyorlashimiz kerak. Ishchi kuchi yetmayapti. O'shaning uchun ko'pchilik Bolgariya, Ruminiyadan kelishga cho'chib turgani uchun ham o'zimiz borib, tushuntirish ishlarini olib borib, kerakli maslahatlarni berib, shundan keyin qaytib kelamiz. Ma'qul bo'lsa, like bosib, tarqatinglar va kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirasizlar. Kutib qolaman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.